Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda NATO rahbari kutilmaganda Kiyevga keldi. Rossiya biqinidagi davlatga AQSh yadro qurolini joylashtirmoqchi. G'arb bilan qurolli to'qnashuv xavfi nihoyatda yuqori darajaga yetdi. Rossiyaning Suriyadagi aviabazasida harakatlar boshlandi. AQSh xavotirda. Endi esa batafsil. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. NATO rahbari kutilmaganda Kiyevga keldi. NATO bosh kotibi Mark Rutte 3-iyun kuni e'lon qilinmagan tashrif bilan Ukraina poytaxti Kiyevga keldi. Bu haqda Ukraina temir yo'llari operatoriga tayanib Euronews xabar berdi. Kompaniya keyinchalik ijtimoiy tarmoqdagi ushbu xabarni o'chirib tashladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Mark Rutte bilan uchrashdi. Prezident NATO a'zolaridan Ukrainani Rossiyaning ballistik raketalari hujumidan himoya qilishda yordam so'rab kelmoqda. Bugun Kiyev temir yo'l vokzalida NATO bosh kotibi Mark Rutte'ni mamnuniyat bilan kutib olmoqdamiz. Ushbu tashrif xuddi oldingilari kabi juda muhim. Chunki bu alyans tomonidan mamlakatimizni qo'llab-quvvatlash belgisidir deb yozilgan edi Ukraina temir yo'llari operatorining o'chirilgan xabarida. Zelenskiy o'zining Telegramdagi sahifasiga Rutte bilan uchrashuvdan kadrlar joyladi. NATOning Ukrainaga tashrifini xotira devori poyida halok bo'lgan ukrainalik askarlar xotirasini yod etish bilan boshladik. Unda bosh kotib Mark Rutte, Alyans harbiy qo'mitasi rahbari Giuseppe Cavo-Dragoni hamda NATOga a'zo barcha 32 davlatning doimiy vakillari va ularning o'rinbosarlari ishtirok etdi. Alyans vakillarining mamlakatimizni va butun Yevropani Rossiya yovuzligidan himoya qilgan askarlarimizga ko'rsatgan bu hurmat belgisini yuksak qadrlaymiz deya post joyladi Ukraina prezidenti. Ruttening tashrifi Ukraina dronlari Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi harbiy va energetika obyektlarga zarba berganidan bir necha soat o'tib sodir bo'ldi. O'sha vaqtda Sankt-Peterburgda yirik iqtisodiy forum sababli rasmiylar va xorijiy mehmonlar yig'ilayotgan edi. Bundan bir kun avval esa Rossiyaning raketa va dronlar bilan uyushtirgan hujumlari oqibatida Kiyev va Dnepr viloyatlarida 23 kishi halok bo'lgan edi. 22-may kuni Mark Rutte Ukrainani qo'llab-quvvatlashni yana bir bor ta'kidlagan edi. U Kiyevga harbiy yordam berish majburiyatini alyansning Yevropadagi a'zolari o'rtasida yaxshiroq taqsimlashga umid bildirgan. Men yordam yuki hammaga teng taqsimlanishini xohlayman. Chunki hozirgi vaqtda faqat 6 yoki 7 ittifoqchi asosiy og'irlikni o'z yelkasiga olmoqda degan edi Rutte NATO tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida. AQSh prezidenti Donald Trump Ukrainaga harbiy yordamni kamaytirgandan so'ng Kiyevni qo'llab-quvvatlash xarajatlarining asosiy qismi asosan Yevropadagi ittifoqchilar zimmasiga tushib qoldi. Rossiya biqinidagi davlatga AQSh yadro qurolini joylashtirmoqchi. G'arb bilan qurolli to'qnashuv xavfi nihoyatda yuqori darajaga yetdi. Litva milliy mudofaa vaziri Robertas Kaunas jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Litva o'z hududida Amerika yadroviy qurolini joylashtirish ehtimoli bo'yicha AQSh bilan muzokaralar olib bormoqda. Financial Times xabariga ko'ra, AQSh Washingtonning odatiy harbiy yordami qisqarishi ittifoqchilar xavfsizligini zaiflashtirmasligiga ishontirish maqsadida hozirgacha ushbu dasturda ishtirok etmagan Yevropa NATO davlatlarida yadroviy qurol joylashtirish ssenariysini ko'rib chiqmoqda. Gazeta suhbatdoshlaridan 3 nafariga tayanib yozishicha, yadroviy zaryadlarni tashish imkoniyatiga ega bo'lgan Amerika samolyotlarini joylashtirish masalasi muhokama qilinmoqda. Litva albatta bu jarayondan chetda qolmayapti, dedi Kaunas. Litva konstitutsiyasi mamlakat hududida ommaviy qirg'in qurollarini joylashtirishni taqiqlaydi. Biroq mamlakat prezidenti Gitanas Nausida mavjud tahdidlarni asos qilib ko'rsatib, asosiy qonunga o'zgartirish kiritish taklifini ilgari surdi. Belarus mudofaa vaziri Viktor Xreninning bayonotiga ko'ra, Moskva va Minskning g'arb bilan qurolli to'qnashuv xavfi nihoyatda yuqori darajaga yetgan. U bunday qarama-qarshilik tezda global urushga aylanib ketishi mumkinligidan ogohlantirdi. Sharqiy Yevropa mintaqasida yuzaga kelgan vaziyatni baholar ekanmiz. KXSHT tarkibiga kiruvchi Rossiya Federatsiyasi va Belarus Respublikasiga qarshi harbiy mojaro boshlanish ehtimoli
Shuningdek, uning keyinchalik mintaqaviy tusdan global tusga o'tish ehtimoli nihoyatda yuqori ekanini qayd etamiz, dedi Xrenin Moskvada bo'lib o'tgan KXSHDga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari kengash yig'ilishida. Uning so'zlariga ko'ra, Belarus va Rossiya NATO kuchlarining o'z chegaralari yaqinida ko'paytirilishini ehtimoliy to'qnashuvga tayyorgarlik sifatida baholamoqda. Xrenin Polsha va Boltiq bo'yi mamlakatlarida hozirda alyansning taxminan 21 ming nafar harbiy xizmatchisi joylashtirilganini, shu bilan bir vaqtda ushbu davlatlar Amerika harbiy kontingentini yanada ko'paytirishga intilayotganini ta'kidladi. Shuningdek, u NATO muntazam ravishda o'zining sharqiy chegaralariga qo'shinlarni ko'chirish va Rossiya hamda Belarusga qarshi hujumkor operatsiyalarni mashq qilib kelayotganini bildirdi. Uning fikricha, alyans mamlakatlarining harbiy xarajatlari yillik 1,6 trillion dollardan oshib ketgani qurolli qarama-qarshilikka tayyorgarlikdan dalolat beradi. Rossiyaning Suriyadagi aviabazasida harakatlar boshlandi. AQSh xavotirda. AQSh rasmiylari va sun'iy yo'ldosh suratlariga ko'ra, Rossiya Suriyadagi aviabazasini ta'minlash uchun yuk kemasini yuborgan. Bu Kreml mamlakatning yangi hukmron doiralari davrida ham o'zining strategik harbiy mavqeini saqlab qolish niyatida ekanidan dalolat beradi, deb xabar berdi The Wall Street Journal nashri. Ma'lum bo'lishicha, Sparta yuk kemasi mart oyida Sankt-Peterburgdan yo'lga chiqqan va may oyida Suriyaning Tartus portiga yetib kelgan. Safar davomida uni Rossiya harbiy dengiz flotining kemalari kuzatib borgan. Bu 2024-yil oxirida Rossiyaning ittifoqchisi bo'lgan Bashar Asad rejimi ag'darilgandan keyin amalga oshirilgan birinchi yirik ta'minotdir. AQSh rasmiylarining so'zlariga ko'ra, Rossiya Mudofaa vazirligi manfaatlari uchun qurol yetkazib bergani sababli sanksiyaga tushgan ushbu kema Xmeymim yaqinidagi Rossiya aviabazasi uchun uskunalar olib kelgan. Ta'minot Rossiyaning bazadan foydalanishni davom ettirayotganini ko'rsatdi. Bu esa Suriyadagi inqilob Rossiyaga strategik zarba bo'ladi va uni Afrika hamda Janubiy Amerikadagi amaliyotlar bazasidan mahrum etadi, deb umid qilgan AQSh rasmiylarini xavotirga solmoqda. Menimcha, ruslar bazalarni saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Ular suriyaliklarni o'zaro hamkorlik foydali ekaniga ishontirish uchun turli usullardan foydalandi, deydi Shvetsiya Mudofaa tadqiqotlar agentligi eksperti Aron Lund. Vantor va Planet Labs kompaniyalarining sun'iy yo'ldosh suratlari Sparta kemasi Sankt-Peterburgda yuklangan va 11-may kuni Tartus portiga yetib kelganini ko'rsatdi. O'sha yerda Rossiya harbiy flotining yordamchi kemalari ham ko'ringan. AQSh rasmiylarining aytishicha, O'rta Yer dengizida yuk kemasini Rossiyaning Admiral Kasatanov fregati va yana bir harbiy kema kuzatib borgan. Ushbu kema Qora dengiz orqali harbiy kemalar o'tishni taqiqlovchi xalqaro shartnomalarni chetlab o'tib, maxfiy qurol yetkazib berishda foydalaniladigan flot tarkibiga kiradi. Ekspertlar uning Tartusda harbiy yuklarni tushirganini aniq qayd etdi. AQSh ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda Suriyada hali ham yuzlab Rossiya harbiy xizmatchilari qolmoqda. AQSh harbiylari aprel oyida Suriyadagi bazalarni butunlay tark etdi. Bu bilan Qo'shma Shtatlarning mamlakatdagi missiyasi yakunlandi. Hozirda Suriyaning yangi hukumatı va uning prezidenti Ahmad Ashara Moskva bilan bazalar taqdiri bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda. Ashara hokimiyatga kelgandan beri ham Rossiya ham G'arb bilan aloqalarni yo'lga qo'yishga urinmoqda. U 2025-yilda Washington va Moskvaga tashrif buyurdi. Rossiya o'z navbatida Suriyaga bug'doy va neftni arzon narxlarda sotmoqda. Bu esa yillar davomida urush va sanksiyalardan charchagan Suriya iqtisodiyoti uchun muhim ko'makdir. Bundan tashqari tomonlar xavfsizlik masalalarida ham umumiy manfaatlarga ega.